Assalomu alaykum akalar. Men Abdusamad Abdurahmonov Polshada polskiy pravamni oldim. Xudo xolasa bundan baqi taksi temada videolar chiqaraman. Agar videomga kirgan bo'lsa, bejizga bas bir dona like qo'yib, komment izohlaringni qoldirib ketinglar. Xudo xolasa yaxshi kontentlarni sizlarga taqdim qilib boraman. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Video qani bo'lsa boshladik. Assalomu alaykum akalar. Yaxshimisizlar, tuymisizlar, charchamayapsizlarmi? Xo'p, polskiy prava oldim. Kelganimga 3-oy ketyapti. Polskiy prava oldim. Sizlarga qanchaga olganimni, taksiga qanaqa dokumentlar kerak bo'ladi video davomida aytib o'taman. Polskiy prava kerak bo'lsa, sizlarga ham kerakli informatsiyalarni beraman. Xo'p akalar, ko'pchilik biladi, birinchi kelganimda qurilish sohasiga kelgandim, lekin ba'zi bir sabablar bilan Varshavaga kelib qoldim. Afsuski o'sha qurilishga borganimda ko'pchilik ular 6 oy yashagan bo'lishing kerak, Polshada keyin polskiy prava olasan. Agar polskiy pravam yo'q bo'lsa, ishga chiqa olmaysan deb ko'pchilik aytadi. O'shaning uchun bu ishdan naqib qo'ydim, umid tuzib qo'ydim, ya'ni taksiga. Jetta 6 oy bo'lgandan keyin, atpechatga kirganimdan keyin taksi sohasiga o'taman deb niyat qilib qo'ygandim. Lekin qurilishda yomon bo'lmadi, hamma yoq chotki bo'ldi. Lekin baqa kelganimdan keyin o'zi surishtirsam, hamma yoqda misol qiziqsiz, intilsiz, ilojisi bor ekan. Keyin pravamni topshirdim. Xo'p, pravamni topshirishga kerak ketgan xarajat, ketgan dokumentlar, pasportim, pravam, o'zbek pravami polskiy yozikka perevod qilishgan, ya'ni topshirishgani, posolstvodan o'zbek pravam naстоящий haqida подтверждение meldunik, ya'ni bu registratsiyaga shu narsa kerak bo'lar ekan. Xullas biz bir shaharga bordik, o'sha shahardan topshirib, xullas 1 oy deganda pravam qo'limga tegdi. Kelganimga 3 oy bo'ldi. Pravaga ketgan xarajat 2600. O'shaning uchun kelganimga 3 oy bo'lgani uchun, shu muomalasini qilganim uchun shu 2600 zlotga shu prava qo'limga tegdi, ya'ni polskiy prava. Endi menda o'zbek pravani berib oldim, endi rossiyskiy prava bor, polskiy prava bor. Endi o'zbek pravami qachondir posolstvodan kirib olib beramiz deb aytishdi. Endi xudo xolasa kutamiz uni ham. Avvalamiz ziyon qilmaydi avvalsam. Xo'p, shunaqa akalar. Endi taksiga ketadigan xarajatlar, taksigacha nech pul bilan Abdusamad borib taksiga nech pul bilan chiqib ketaman deb ko'pchilik savol beryapti. Xo'p, endi men lishni boshimdan o'tayotgan narsani video olib sizlarga taqdim qilyapman. Endi ko'pchilik negativ bitikda 10 yildan beri yuraman, 20 yildan beri yuraman, kecha kelib olib qanaqadir video qilyapsan deyotgan akalarga tegishli. Misol, menda shunaqa proses o'tdi, boshimdan o'tganimni, shaxsiy fikrimni kanalimga yuklashga haqqim bor. O'shaning uchun negativ yozayotganda sal e'tiborliroq bo'linglar, shu narsani hisobga olinglar. Xo'p, po faktu hamma yo'q gapirgan bo'lsam, fakt bilan gapirganman. Xo'p, pravani oldim. Endi taksiga ketadigan, kerak bo'ladigan hujjatlar. PSLim bor. PSL degani indini birinchi kelganingizda o'sha bitta PSL olasiz, shu pojiziniga Polshada yurishingizga yetadi. Endi agar familiyangiz o'zgarib, pasportingiz bir qanaqadir harfi o'zgarmaydigan bo'lsa, o'sha pojiziniga yetadi. Xo'p, PSL bank karta kelganimda mana shu bank kartani ochtirganman, ko'rinayotgan bo'lsa, ushada mana shu kartani Ecobankdan bu kartani o'sha kelganimda ochtirganman. Hozir ham kerak bo'lar ekan taksiga chiqayotganimni, ya'ni shot raqam berilar ekan. O'sha shot raqamga pul tushadi. Karta nomer emas, shot raqam. Buni o'zi ofitsial ishlarda xola juda yaxshi tushunadi. Xo'p, keyin sudimiz qog'ozi. Ko'rinishi bunaqa bo'lar ekan. Xullas, buni Polshadan oldim, 30 zlotga. Ichida polni danilangizni kiritasiz, AEZ qizlik familiyalari va ismlari, Varshavada yashash joyingiz, pasport seriya raqami va PSL nomer, ya'ni indini raqam kerak bo'lar ekan. O'sha indini raqamni kirgizib, shu anketa bilan borsiz, 30 zlot pul to'lar ekansiz. 30 zlotni to'laganingizdan keyin talon beradi. O'sha talon bilan o'chirtingiz kutasiz, borib berganingizdan keyin o'sha dilataksiyovga spravka kerak desiz, xullas stamp turib, pechatda bosib berar ekan. Xo'p, bu narsa 30 kunda amal qilar ekan. 30 kunga srogi bor ekan. Xo'p, keyin O'zbekistondan kerak bo'lar ekan. Buni ko'pchilik biladi. Buni aytmasam ham, misol MyGovdan bemalol olsangiz bo'ladi, ruskiy variantini. Albatta keyin polskiy tilga perevod qilaverasiz. Bu hech qanday muammosi yo'q. Kerak bo'ladigan narsa, endi bu Moskvada unaqa kerak basida, ya'ni psixiatr bilan sog'lomlik haqida. Xullas, bitta joyga bordim. Hozir buni ham adresini beraman. Boshqa joylarda 460, 400 zlot deyishyapti, lekin o'sha 350 zlotlikda adresi bor. Ya'ni misol
100 zlot arzonroq boshqalarga qaraganda. Xullas atga bordim, borgan ikkita anaqa berishdi. Xullas bittasi manu psixiatrniki, manu psixiatrniki manu ekan. Manu sog'lomlik haqida. Xullas atta protsess nima bo'ldi? Eshikdan kirdim, resepsiyonga qizga aytdim, что для taksovka spravka нужен dedim. Endi rus tilida bemalol tushunyapti meni. Keyin aytdi, PSLni ber dedi. PSLni rasmini ko'rsatdim. PSLni yozdi, familiya, imyamni yozib, pasportga qarab hamma yoqni to'ldirdi. Bitta xonaga kirdim. 3 ta doktor o'tiribdi. Doktorlar qayerdansan? Ukrainadanmisan? Yo'qda, yo'q, Ukrainadan emasman, O'zbekistondanman. Vaholanki qo'lida pasport turibdi. U psixolog ekan. Keyin bilsam. Ikkinchisi anaqani so'radi, misol zreniyani so'radi. Mana u qaysi qarib, bu qaysi qarib dedi. Keyin shablon berdi qo'limga. Keyin shablon orqali test yechdim. Test yechib berdim va 15 ming deganda mana shu ikkita qog'ozni spravkani berishdi. Adresini ko'pchilik so'rayotdi. Bas mana shu adresga screenshot qo'ysalang, shu adresga borib bemalol topshirsalaring bo'ladi. Adresini opisaniyada ham qoldiraman. 350 zlotga ishlayim bitadi. Endi menga o'xshab taksi endi 5 yilda bir marta kerak bo'lar ekan, 5 yil amal qilar ekan, endi foydali bo'ladi. Endi mashinamni kutyapman. Prius 30 talik oq rangda olganman. Hozir rasmi chiqadi. Xuddi shunaqa shu mashina. Xudo xolasa endi bu 1-2 kun yana o'sha оформленияsiga ish qoldi, chunki bu mashina Norvegiyadan kelgan. Endi xudo xolasa u mashinani olgandan keyin bitta to'liq obzor qilaman. Xo'p, endi общий nech pul ketdi? Xo'p, 350 zlot bunga. Xo'p, 30 zlot spravkaga. Keyin 8000 so'm Magovda 8000 so'mga hisoblaysiz. 8000 so'm Magovga to'lov qildim, ya'ni Mitsubishi qog'oz olishga. Pravaga 2600 zlot pul ketdi. Endi общий minusini bu yerda chiqarib qo'yaman. Shuncha xarajat ketdi. Agar meni vizam poyski bo'lib, 6 oy yashagan bo'lib, ответчетga kirib chiqqan bo'lganimda, bu narsa atiga $50 ga 200-300 zlotga 100 ga bormasdi, shunga aylangan bo'lardi. Lekin meni bilasizlar, ko'pchilik hozirgi kunda ko'pchilik Latviya bilan kelyapti. Latviyskiy viza bo'lgani uchun shunaqa bo'ldi. Endi buncha xarajat qilganim sababi o'sha chujov viza bilan kelganim. Endi 1-iyundan keyin ko'pchilik aytayapti, 1-iyundan keyin tabiiyat olganda juda qiyin bo'lar ekan, ya'ni chujov viza bilan kelib 1-iyungacha topshirib olganlarga muammo yo'q ekan. Endi bu degani 1-iyundan keyin chujov viza bilan kelib umuman ishlab bo'lmaydi degani emas, faqat o'sha karta bitta olishingiz qiyinlashadi. Hozir ham даже poyskiy viza bilan ham kelib 1-iyundan keyin 1-iyungacha ham shu paytgacha ham poyskiy viza bilan kelib karta pabitasini 100% ola olmayotganlar juda ham ko'p. Agar gapim rost bo'lsa kommentariyga yozinglar. Men ko'pchilikni bildim, что посредникlarga yo'qmasa yaxshi bas yurishlarga uchrab qolishgan. O'shaning uchun akalar kim harakat qilayotgan bo'lsa, harakatini qilib, gazini bosib kelaverasizlar. O'zlaringiz ehtiyot bo'lasizlar. Xudo xolasa yana tez orada ko'rishamiz. Video yoqqan bo'lsa bir dona like qo'ying, kommentda fikrlaringizni qoldiringlar. Videolarim juda ko'p prosmotr bo'lyapti, lekin likelar soni, kommentlar soni juda ham oz. Like bilan kommentni tindirmaysizlar degan umiddaman. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Sizlar bilan Abdusamad bo'ldi. Sog' bo'lasizlar, gaplashamiz.